Nima bo'ladi desa, qiyomat kuni namoz makruh bilan bajarilingan bo'lsa, o'sha namoz bilan bandani betiga uriladi. Mana seni o'qigan namozing deb namoz bilan uriladi. Wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Mani o'qigan namozim bilan yuzimga urmagin Parvardigor deyilyapti. Nega? O'sha namoz makruh bo'lsa, odoblariga rioya qilinmasa, o'sha namoz bilan uriladi. O'sha balodan qutulish uchun, o'sha urushdan, kaltakdan qutulish uchun formani e'tibor qilish kerak. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Ko'chadagi ichib chekib yurgan odam ham sizni formangizda yuribdi-da, siz ham o'shani formasida yuribsiz. Nima farqi bo'ldi? Qanaqa farqi bo'ldi? Namoz qilsangiz qadam namoz qilsangiz. Ha? Ertaga borasizda o'sha o'zingiz o'qigan sinfdoshlaringiz, hali masjidga qadamini qo'ymagan, peshona sajdaga tegmaganlar bilan aralashib ketasiz, farqi yo'q. To'g'rimi? Ana. To'g'riga kelib farqi yo'q. Mana boyagida. Borib yana o'shalar bilan birga o'tirib, birga ulfatchilik, choyxona, osh, Ana. ziyofat aralashib ketadi. Ana. O'zgarish yo'q. O'zgarish yo'q. Endi nima qilish kerak esa, o'sha ulfatlarni sortirovka qilish kerak. Sizni iymoningizga dalda bo'ladigan, islomingizga quvvat bo'ladigan, e'tiqodingizga hurmat nazari bilan qaraydiganlarni qoldirib, sizni namozxonligingizdan kulib, ustingizdan namoz o'qib mana nima bo'lding? Kim bo'lding? deydiganlar bor-a? Bor. Endi o'shalarni ajratish kerak.